Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, mana yangi yil degan balo ham yaqinlashyapti. Va barcha musulmonlar savol qilib berishadi. Har yili ayni savol, ayni javob bo'ladi. Bunday savol berganlar nima birontasi halol qilib berishlik uchun so'rashadimi? Va yana haq ahliman degan musulmonlar ham ilonni uyasiga cho'p tiqqandek saroy mulalaridan qayta-qayta so'rab fitnalarga sabab bo'ladi. Bunaqa musulmonlarga javobimiz qanday bo'lishi kerak dedilar. Birinchidan, har yil yangi yil masalasi ko'tarilishini birinchi sababi, har yil yangi avlod bir yoshga kattarib, o'sha avlod bunday bir esini tanib yoki dinni tushunib boryapti-da. Ana shuning uchun o'shalarda keyin shu savol paydo bo'ladi. Ya'ni siz o'ylamang, o'tgan yilgi odamlar so'rayapti shuni hammasi deb. To'g'ri, o'shalar ham bordir, lekin o'tgan yil yosh bola bo'lganlar bu yil kattardi-da. O'shalarda endi ehtimol savol paydo bo'lyapti. Shuning uchun o'shalar ham chiqib so'raydi shuni. Shunaqa deb gumon qiling. Ikkinchidan, Alloh oyatda aytgan fazakkir innama anta muzakkir. Eslating, siz eslatma beruvchisiz degan. Ya'ni yangi yil masalasini yoki o'sha yangi yil haqidagi javoblarni qo'zg'ayotganlar hammasini bu yomon niyatda deb o'ylamang. Bilib turib halollashni so'rayapti deb o'ylamang. Eslatmoqchi bo'ladi shu yil kelyapti, yana shu masala ko'tariladi. Chunki bu oyda etak bilan yopib bo'lmaydi degandek, biz buni yashirishga harakat qilmaylik. Baribir odamlar uni qilib yotibdi. Agar bu botil uni tarqatayotgan paytda siz haq ahlidan u masalada sukut qilishni talab qilsangiz, bu o'rin bo'sh qoladi-da bu o'rin. Keyin uni tabiiyki botil to'ldiradi. Bu narsa borib odamlarga unut bo'lib ketishiga sabab bo'ladi. Agar bu odamlar qilmayotgan ish bo'lganda edi, u Aroviyaga cho'p tiqish desangiz bo'lardi. Uni kimdir chiqib so'rasa, "Nima qilasan shu narsani so'rab hozir bilmagan odamlarga ham bildirib" deyilardi-da. Masalan, hozir aksar musulmonlar Mu'tazililik firqasidagi e'tiqodlarni bilmaydi. Kimdir chiqsa-da shu Mu'tazililik e'tiqodlarini kovlashtiraversa. Ana shunda aytiladi-da, nima qilasiz shuni kovlab hozir hech kim bilmagan joyda shu fitnani qo'zg'atib, yana o'lgan fitnani. Ya'ni bir narsa fitna uxlayotgan bo'lsa, shuncha aytilgan, uni uyg'otgan mal'un, la'natlangan deyilgan. Lekin bu fitna uxlayotgan emas-da, bu o'zi uyg'oq bu, balki gullab yashnab yotibdi. Har yil targ'ibot, tashviqot bo'ladi hamma joyda, archa bayram. Davlat shu narsaga e'tibor qaratadi, televideniyalar, internet, hamma joyda bu oshkor. Buni biz so'ramay o'tirganimiz bilan bu narsa yo'q bo'lib qolmaydi. Ana shuning uchun odamlar eslatma tarzida buni har yil qayta-qayta o'sha narsani eslatadi odamlarga. Lekin endi saroy mullaga shuni savol qilib berishni so'rayotgan bo'lsangiz, yo'q, haqiqatan bu narsa to'g'ri bo'lmaydi. Bu aynan shu siz aytganingizdek, saroy mulla tabiiyki uni halollab beradi, fatvo topib, ehtimol o'tgan yil ishlamagan kallasini bir hujayralar bu yil ishlab ketishi mumkin bir fitnalarga. Ana shuning uchun bu haqiqatan saroy mulladan so'rash uni faqat halollab berib, odamlarga fitna bo'lishiga sabab bo'ladi. Undan so'ralinmaydi. Ammo agar unga ana o'sha raddiya tarzida kimdir shu narsalarni yetkazayotgan bo'lsa yoki unga ergashayotganlarga raddiya tarzida bu ilmlarni yetkazayotgan bo'lsa, uni fitnachi deyilmaydi, balki bu bor narsani ularga yetkazyapti, ya'ni eslatyapti. Fazakkir innama anta muzakkir. Eslating, siz eslatuvchisiz degan oyatga binoan. Allohu a'lam.